Haqiqatda dunyo bizlarni o'zgartirdi, birodar. Bitta ovqat yemaydi hech kim. Ikkita ovqat yeydi, oldida salat yeydi, issiq choy yeydi, undan keyin shirinlik yeydigan bo'ldik. Dunyo bizlarni o'zgartirib yubordi bugun. Bugun kiyadigan kiyimlarimizni dunyo o'zgartirdi. Qizilini qizilga, ko'kini ko'kiga, oqini oqiga taqab kiyadigan bo'ldik, birodar. Bitta kiyimi bo'lardi sahobalarni. Dunyo bizni o'zgartirdi. Bugun qo'limizni changga urmaydigan, har holatda yuvadigan, har xil xushbo'ylik sepadigan bo'ldik. Dunyo bizlarni o'zgartirdi. Lekin Abu Ubaydalarni yoki Amiral Mu'minin Umar radhiyallohu anhularni, Ali ibn Abi Toliblarni o'zgartirmadi. Ali ibn Abi Tolib xalifa edilar. Yurganlarda yaktaylariga yamoq solingan edi. Shunda aytdilar sahobalar: "Ey Ali ibn Abi Tolib, yangisini olib kiysangiz bo'lmaydimi?" dedilar. Shunda nima dedilar? Yangisini kiysam ham men o'sha